Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi 2-apreldan 9-aprel kunlariga ob-havo ma'lumotlari qanday bo'lishini e'lon qildi. Bunga ko'ra, respublikamizning barcha hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida 2-apreldan 8-aprel kunlari ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 9-aprelga kelib esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 2 hamda 6-aprel kunlari 10-15 daraja iliq bo'ladi. 7-9-aprel kunlari esa 7-12 darajani tashkil etadi. Kunduz kunlari 15-20 darajadan 22-27 darajagacha o'zgarib turadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Faqatgina 2-aprel kuni Toshkent viloyatida yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol sharqdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 2-6-aprel kunlari 12-17 daraja iliq, 7-aprel kuni esa 10-15 daraja iliq bo'ladi. 8-9-aprel kunlari esa 8-13 darajani tashkil etadi. Kunduz kunlari 2-aprel kuni 25-30 daraja iliq bo'ladi. 3-apreldan 6-aprel kunlari esa 21-26 darajani tashkil etadi. 7 hamda 8-aprel kunlari esa 15-20 daraja atrofida bo'ladi. 9-aprelga kelib 18-23 darajani tashkil etadi. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 2, 3, 7 hamda 9-aprel kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 4, 6 hamda 8-aprel kunlari esa qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan sekundiga 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 12-17 daraja iliq, kunduz kunlari 2-aprel kuni 25-30 daraja iliq bo'ladi. 3-aprel kuni esa 23-28 daraja iliq, 4-dan 6-aprel kunlari esa 21-26 daraja atrofida bo'ladi. 7-9-aprel kunlari 18-23 darajani tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.